Assalomu alaykum, hurmatli brifing kuzatuvchilari. Men Akram Amirdan, Karmon tuman hokimining investitsiya va tashqi savdo hamda sanoat masalalari bo'yicha tuman hokimi o'rinbosariman. Karmon tumanida investitsiya va tashqi savdo masalalari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Dastlab Karmon tumanida hududiy investitsiya loyihalari doirasida birinchi chorakda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tsam, Karmon tumanida 2025-yilda umumiy qiymati 257 million dollar bo'lgan 86 ta loyihani amalga oshirish evaziga 3066 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilab olindi. Shundan sanoat sohasida qiymati 235 million dollarlik bo'lgan 34 ta loyiha evaziga 1600 nafar ish o'rni, qishloq xo'jaligi sohasida qiymati 5,5 million dollarlik bo'lgan 13 ta loyiha doirasida 1066 nafar ish o'rni. Shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasida qiymati 16,5 million dollarlik bo'lgan 39 ta loyiha evaziga 400 nafar ish o'rinlari yaratilishi belgilab olindi. Joriy yilning birinchi choragida umumiy qiymati 8,5 million dollarlik bo'lgan 29 ta loyihalarni ishga tushirilish evaziga 189 ta ish o'rinlari yaratilishiga erishildi. Bunga misol qilib, qiymati 10 milliard so'mlik bo'lgan Guardian Glass MCJ tomonidan 1 gektar yer maydonida shishani qayta ishlash tashkil etish loyihasi doirasida 27 nafar ish o'rinlari yaratildi. Hurmatli kuzatuvchilar, endi bevosita tumanda amalga oshirilgan eksportga to'xtaladigan bo'lsam, 2025-yil uchun tumanda 90,5 million dollarlik eksport prognozi belgilab olindi. Shundan 86,5 million dollarlik sanoat mahsulotlari hamda 3,5 million dollarlik meva sabzavot mahsulotlari tashkil etadi. Joriy yilning birinchi choragida 15 million dollarlik, shundan 6 million dollarlik sanoat mahsulotlari va 300 ming dollarlik meva sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 19,8 million dollarlik, shundan 19,7 million dollar sanoat mahsulotlari va 100 ming dollarlik meva sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Bu o'z navbatida 133% ga reja bajarilgan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 143% ga, ya'ni salkam 6 million dollarga ortiq reja nisbatan bajarilishiga erishildi. Jumladan bunga misol qilib, Aqua Extraction MCJ tomonidan ishlab chiqarilgan alyumin va PVX profil mahsulotlari 13 dan ortiq, ya'ni AQSh, Kanada, Yevropa davlatlariga eksport amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, Karmana Golden Eggs MCJ tomonidan tuxum, Karmana Asildon MCJ tomonidan un hamda Donadon Import Export MCJ, Wheat Flour MCJ tomonidan un mahsulotlarini Afg'oniston Respublikasiga eksporti amalga oshirib kelmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, endi bevosita to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarga to'xtaladigan bo'lsam, tumanda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 30-yanvardagi O'zbekiston Respublikasining 2025-yilda mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 53-sonli qaroriga asosan Karmon tumanida joriy yilda 784 million dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilish rejalashtirilgan. Joriy yilning birinchi choragida 138 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 150 milliondan ortiq xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilib, rejaga nisbatan 109% ga bajarishga erishildi. Bunga misol qilib birgina Zarafshon Industrial Technology MCJ xorijiy korxonasi tomonidan kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi doirasida 150 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirishga erishildi. Hisobotim tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.